Hozir sizni vaziyatingizda turmush o'rtog'ingiz xiyonat qilmasligi uchun nima qilishingiz kerak? Ro'zg'ordagi har bitta tashvishni qo'yib yuborishingiz kerak. Umuman o'ylashingiz kerak emas. Va shu qadar ishonch turmush o'rtog'ingiz qila olishiga Xudoga ishonchda turish kerak. Biz bir marta ko'ramiz, 5 yil ko'ramiz, 10 yil ko'ramiz. Bu turmush o'rtog'imiz qilmayotganini, pul topmayapti deylik, nimadir uy-joy qilmayapti va butunlay o'zimizga olib olamiz. Men qilaman, men qilishim kerak. Shu uchun umuman o'ylamaydi, shu uchun umuman bajarmaydi. Keyin siqilishni boshlaymiz, xafa bo'lishni boshlaymiz. Lekin o'zimizda turgan bo'ladi javob. Siz hozir qo'yib yuborsangiz, hozir bu oilaga qaytadi, oilaga kerakligini his qiladi, oila uchun harakat qilishni boshlaydi. To'g'ri, bir kun och qolishingiz mumkin, 10 kun, balki 1 oy pul yetishmovchiligi bo'lishi mumkindir. Turmush o'rtog'ingiz buni hal qilguncha, lekin bu o'tib ketadigan davr. Siz mana shunga bermasdan o'zingiz hammasini zimmangizga olyapsizda. Shu sababli bu oilaga erkak kerak emas. Erkakka muhtoj ayolni oldiga boradi keyin.